Sen yetmay turgan shu kunda. Bu ishlar tugarmikan o'zi? Jonga ham tegib ketdi. Shu bugunga kelib hammasi tiqildi onasini olsin. Sizimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Nima yangiliklar? Ishlar bo'lyaptimi? Tinchmi? Ha, tinchlik emasdi, ana boshlagan ishimizga o'xshamadi. Nima deganingiz u? Qanaqasiga o'xshamaydi? O'rtadagi odam firibgar ekan. Aka, siz o'ylab gapiryapsizmi? Nima deyapsiz? Qanaqa firibgar? Siz topgansiz u odamni. Taniysizmi yaxshi? Qayerda yashashini bilasizmi o'zi? Bilaman. Gampimizga kuydik-da. Yo, aka, u yerda Hazil akam summa ketmayapti. Sizlar meni ishontirgansizlar. Toping aka siz u odamlarni. 2 kundan beri qidirib topa olmayapman-da, yo'q. Hech qayerda yo'q. Iltimos, toping aka. Nerdadan bo'lsam topaman. Nerda qoldi? Uni nima qilyapsiz? Alo. Nima? Nima deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Qanaqasiga men sizlarga shu bugunga tayyorlab bering degandim-ku. Men bilmayman, tayyorlab bering, hammaga muammoyini aytyapsizlar. Shu gap meni qiziqtirmayapti. Bugunga tayyorlab bering. Nima bo'lgan bular hammasi kelishib olganmi? Hammasi shu ishni qilyapti. Bunaqa ahvolda ishlab bo'lmaydi. Yana tug'ilgan kunimda shundoq yaxshi kunam. Rasvo bo'ldi. Sen nima qilyapsan bu yerda? Nima bor? Chiq. Hamma shu bunga keldi. Assalomu alaykum aka. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Men hozir kichkinaman. Shuning uchun sizga sovg'a ola olmadim. Lekin katta bo'lsam, albatta sizni hajlarga olib boraman. Dunyodagi eng yaxshi uka bo'laman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ukangiz Firdavs. Shu yerdamisan? Nima bo'ldi senga Firdavs? Moshtakani kechir uka. Bugungi hamma alamni sendan oldim uka. Kechir meni. Kechir Firdavs. Xudo xolasa eng yaxshi aka bo'laman senga.